Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Obunachilaringiz Baqaga. siz bilmayapsizlar. Bu Dilshodni bolasida, bu Dilshodni o'g'ilchasi. Mana bugun Jizzaxga Abu Vaqqosga keldik. Qazonni qo'yinglarni o'g'li. Qazon Ana abro choy damlab kelmadingmi? Qayga choy bor ekan? Ana tutsodan. Ikki ona unalyapti. Ana gazda choy bor ekan, bu Akajon nima o'qib qilasiz? Jizbiz. Voy, yashasin. Xudo xohlasa nasib bo'lsa buni aytadilarki, haligi jiz deydi, jiz. Ikkinchisiga dimlama. Ana mazzaku, ana mazzaku. Hozir men o'zim buni keltirib ketdim. Kim pishiradi? Xo'samman pishiradimi yo xonaqonmi? Zayni do'jura. Zayni. Aha. Bunimi qosaxonam pishirmaydi, ana u ham pishirmaydi. Ahmed Hozir kulib ketganda, hali ham qazaga qolib kemak degan Menimcha xo'samman pishiradi-yu, xo'samman. Biz tarvuz qovib pishganga kelgan edik-da. Ha? Nima dedingiz? Gapiravering endi bitta taassurotlar. Taassurot yaxshi, Alijon bilan Dilbar topolmayapti. O ketdi. Qotib ketmanglar. Yo'q, Alijon ham yo'q, Dilbar ham yo'q. Ha, Yo'q, qo'shib ketdi-ku, yo'q. Men cho'g'imni yeb qo'ydim. Xursam qani? Dada qayga keldik? Abu Vaqqos ziyoratgohiga keldik. Jizzaxga. G'allorol Baxmalga. Jizzaxda Baxmal rayoniga qaraydi, tumaniga. Bu juda katta ziyorat joy. Ana qizimizni sharofati bilan mana shu o'tirishlarni tashkil qilib, mana katta yig'ilishlarda shuncha qarindoshlarni yig'ib, mana hammani bir joyga to'plab, mana shunga sababchi bo'lib turibdi. Allohim ishtikorlarga xayr barakotlarni ziyoda qilsin, ishlari uzun bo'lsin, safarlari bexatar bo'lsin, hamisha Allohning panohida bo'lsin. Qalblarimiz xudo nimaiki jinoyatlari bo'lsa, Alloh taolo fayzi ijobat qilgan bo'lsin. Nimaiki talab maqsadlar bo'lsa, talab maqsadlariga yetkazsin. Mana akajonim ham shega. Qo'yniga ham yo'qdir-da birovni. Akam zo'r intervyu berdi-da, lekin. Qo'yniga ham yo'q dedi. Mo'llanga taassurotlar. Mo'llanga. Taassurotim chiqib turibdi. Abu Vaqqos to'g'risida gapiringlar endi, mana kim bo'lgan u kishi? Qanaqa haligi? Aka, ana unimiz o'zimiz bilan aytibmiz. Gid. Abu Vaqqos. Islomni birinchi bo'lib kim qabul qilgan? Mana shundan o'qishadilar. Erkaklardan, ayollardan birinchi bo'lib Hazrati Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Ikkinchi bo'lib Abdurahmon ibn Avf. Üçüncü o Ubaydullah ibn Talha. Hali yarımimiz kelmagan, qolib ketgan. 2 soatga yetib kelsa kerak, xudo xolasa. Mana shunaqa. Bugun cheslo 19 aprel. Aprel deb aytib turibdi jiyancham, maydacham. Maydachasi. Ona so'ramaydi ham qanaqa. Bunday desa 32 kishini qaytardi. Bizlarga favor kerak emas, favorimiz o'zimiz bilan. Favorga Alamanalarda o'qishlar, qozon tovoqlarda, ehtiyotlar. Hammani sani o'g'illarlar, bu safar nimaga qoldim? Bo'sh ketdilar. Baqaki. Chiqirana. Ay, chuli go'jo qo'shib. Qo'shildim.
bir talaş oldu. Bizlerden başka hiç kim yok o da ahir tarafı. Kimni topamiz amma? Bitti topa. Hol choy damlab ke, Hozir amma. bular borolmaydi. Biz buni o'chiray. Oyning tovushing kerak hali